Assalomu alaykum dunyo shirinliklari kanalim a'zolari. Bugun sizlar bilan mazali bo'lgan o'zgacha uslubda salat tayyorlaymiz. Kerak bo'ladigan masalliqlarimni ekranda yozib qoldiraman, hurmatli do'stlar. Har bitta masalliqlarni chiroyli qilib kubik shaklida to'g'rab olamiz. Salatimizga o'zgacha ta'm beradigan mana lablarni ham yaxshilab to'g'rab oldim. Hurmatli kanalim a'zolari, bugun koreyskiy karamdan foydalandim. Koreyskiy karamni chiroyli qilib yirikroq shaklda, kubik shaklida bo'lib olamiz. Kanalimga a'zo bo'lmaganlar kanalimga a'zo bo'lishni va kanalimni kuzatishda davom eting. Hurmatli do'stlar, sizlarga oilangizga, kundalik hayot turmushlaringizga kerak bo'ladigan barcha shirinliklar, taomlar, salatlarni birgalikda tayyorlaymiz. Albatta kanalimni ko'rib baho bering. Barcha kerak bo'ladigan masalliqlarni to'g'rab oldim. 2-3 dona sarimsoq piyozni mayda qirg'ichdan o'tkazdim. O'zgacha ta'm beradi. Shuning uchun sarimsoq piyozni xohlamaganlar agar solmasa ham bo'ladi. Har bitta salat tayyorlayotgan vaqtda o'zingizning ta'bingizga ko'ra nimadir qo'shsangiz ham bo'ladi bu salatga. Uyimizga shoshilinchda mehmon kelib qolsa, juda ham tez va oson tayyorlanadigan salatlardan biri, hurmatli do'stlar. Kanalim kuzatishda davom eting. Albatta like tugmasini bosishni aslo unutmang. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.